Hammaga hello, sizlar bilan Fendo. Endi kechirasizlar, endi bu birinchi ovozli videoyim. Endi ko'p qo'ymaganman ham. Olib qo'yganman, bir marta olib tashlaganman. Endi birinchisi bu to'liq varianti. Ох, надо было доесть вчера те жареные крылышки. Умираю с голоду. Sen gapira qol, mayli, men jim turaman. Personaj bo'lmay. Короче, maqsad ko'tsa, men yaxshi ko'rgan Angel shtanim qo'shilibdi. 7 yillik, почти 8 yil yanaqam nimadirda, ana tajribamdan kelib chiqib ketganda ko'p chiqqan, просто bu payt almazga pulim bo'lmagan. Hozir almazim yo'q deb o'ylamanglar. Almaz bor, lekin vaqtim yo'q-da. Nu mayli. Mana jekpotik. Короче, mana yaxshi ko'rgan almaz, anaqam Angel shtanim mana chiroyli turishini qaranglar, buni muah deydigan Angel shtandi. Bu uchun cho'tki setlar tayyorlab qo'yganman. Men oladigan rangim qizil yoqdi. Men buni ham olgim kelyapti, lekin qizili ko'k orzuyimligida mayli chiqmabdi. Endi nima iloj? Mayli. Men bular yoqmaydi menga. Endi agar bu videoni kim ko'rayotgan bo'lsa, o'zbeklardan like bosib qo'yinglar. Agar sizlar Angel shtaninglar oldindan bor bo'lsa, kommentga yozib qo'yinglar. Men oldindan olib bo'lganman deb. Endi menda Angel shtan bo'lmaganda, endi mana akkauntimni bilgan biladi. Ох, надо было доесть вчера те жареные крылышки. Умираю с голоду. Короче, akkauntimni bilgan biladi. Menda oddiy narsalar yo'q deyman. Короче, o'sha gap. Ох, надо было доесть вчера те жареные крылышки. Умираю с голоду. Agar bu videoni ko'rgan bo'lsanglar, oxirigacha ko'rgan bo'lsanglar, like, подписка, o'zingizlar xohishinglar bo'yicha. Endi короче, hammaga xayr. Sizlar bilan Fendo dedi-yu.